6 bölüm. Dünyada chiroyi butunlay o'xshaydigan ikki odam bo'lmog'iga o'xshash, kundalik turmush shakli o'xshab ketadigan ikki oilami tepilmasi kerak. Shundoq, har oilaning o'ziga xos oila odati, turmush shakli bo'ladi. U xuddi har qanday bir odamning o'z kiyimi bo'lganiga o'xshash. Güzelaymi o'z qo'ru joyidan ikki ig'iz taxtayliq uy va uy jihozlarga ega bo'lgandan keyin o'ziga xos oila odati paydo qilib oldi. U har kuni degidek kechda uyga kelgan mehmonlar bilan vaqt o'tkazgachga kash yotadi. Shunga o'g'li Aliga atdiganlik choyni qo'shni ayol beradigan bo'lib qoldi. O'zi tushligi qurilish o'rnida g'izallanadi-da, kechqurun soat 6gacha uyga qaytib keladi. Onun kelishini kutib bo'ylisida o'ynab, qo'shnilarning uyidan g'izallanib yuradigan o'g'li Ali har kuni kechqurun cho'ng darvoza oldidagi ko'rikda onasini bo'yniga kira silib, ikki mangziga suyib qo'yish bilan kutib oladi. 6 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, texla erkiligi tugamagan o'g'lini Güzellay quchoqlab bilib, yon eshik yenidagi yo'g'on teraklik orasiga joylashgan salasin yo'lanchiklik bandinga kelib o'ltirdi-da, quchog'idagi o'g'lining qo'yiq budur chochlarini purab turib, "Dersingni o'qidingmi, Ali?" deb so'raydi. O'g'li, "Bugun 2 betga to'ldirdim, toza" deb ko'ranglaydi. "Aqlli saqam, bugun nima yeymiz? Non bilan choy." "Yo'q, tomoq qilmasam bo'lmaydi, Ali." "Amsa suyqash." Güzellay o'g'lini ba'zi ko'tirib, ba'zi yetilib, qo'lim qo'shnilari bilan salomlashib, o'z uyiga kirdi. U uy tutishga alohida diqqat qildi. Kech kirgacha qurilishda ishlab horg'iniga qaramay, taxtayni ho'l mishka parchasi bilan surtib chiqadi. Derazlarni ichib uyning havosini yangishlaydi. Shuningdan keyin yengil oyog'i bilan shipildab yurib, tomoq etishga boshlaydi. Lekin u doim degidek o'zi tomoqsiz qoladi. Chunki tomoqi tayyor bo'lganda ba'zida 3-4, ba'zida 5-6, kam bo'lganda 1-2 mehmon kirib keldi-da, Güzellay o'z odati bo'yicha mehmonlarni tomoqqa zo'rlab, xush tabassum bilan yerim kechagacha osh qursoq yuraveradi. Uning mehmonlari xilma-xil, ba'zida naqshi sozxumor ayollar kelishadi. Chunki Güzellay g'o'ljiga kelgandan keyin qildigan ishi bo'lmag'achqa, kun bo'yi uyda yolg'iz dutlar chelib, naqshi bilan ish pushqin chiqarib, hozir ayollar o'ltirishlarining sozanisi bo'lib qolgan. Uning mungluq dutlar bilan hissiyat va ma'niga to'lgan naqshlari nurg'un ayollarga unutilgan yoshligi, muhabbati va hijronlarni eslatgan. Shunga ayollar uning uyiga xushlar. Ba'zida unikiga saboqdosh do'stlari er ayol bo'lib kelishadi-da, yerim kechagacha soz naqsha, chaqchaq, hatto tansi bilan o'quvchilik hayotini eslashadi. Ba'zida Güzellay kutmagan mehmonlar, mas yigitlar haroq zakuskalarni ko'tarishib kirib kelishadi. Güzellay ular bilan qurilishda ishlab yurib, tonishib qolgan. Ularning insof va hayotdan chegara ajratgan ko'zlari bilan qo'pol, besham chaqchaqlari Güzellayni har qancha xafa qilsa-mu, u savixona bo'lganligi uchun kulka va silq gap bilan xizmat ishlashga majbur bo'ldi. Lekin ularni uydan haydab chiqarishda qo'shnilarni yordamga chaqirdi. Güzellayning mehmonlari bular bilanla tugamaydi. Ba'zida sovg'a salom, siliq sipoya muomalasi bilan Savutovmi keldi. U qizim deb turib so'zlashsa-mu, Güzellayning sezgur nervilari bu hurmatli ustozning yosh, go'zal ayolga yana boshqami bir yoshirin sabab bilan yaqinchilik qilib yurganini xabar qilib qo'ydi. Lekin Güzellayni to'limi tanqislikda qo'ydigan mehmon yana raqib. U to'li keldi. To'li so'zlaydi, to'li va'da berdi, to'li yaqinchilik qiladi. Texi 3 kun burunla u ikki harbiy yigit bilan birga pikapda keldi. U shinchilik jiq sovg'a salom akelganligi Güzellay xijolatdan jiqliqdek bo'ldi. Ayollar pofaykisi, yubka, yog'liq, to'play, paypoq, bolalar kiyimi, o't chiqadigan avtomat, mashina, poyezd, ziroba, iyiq, to'shqan, yemak-ishmak go'yo raqib o'gitib qo'ygandek ikki harbiyning maqtashlaricha texi. Lavri oblastlik inqilobiy komitetining doim hay'ati, Noillik inqilobiy komitetining birinchi muavin mudiri bo'lib bekitildi. Yaqinda e'lon qilinadi. Lavri milliylar ichida saviyasi eng yuqori, maydoni eng mustahkam, inqilobiy g'ayrati eng ustun, eng istiqbolli rahbar. Lavri yo'ldoshlarga eng qizg'in, samimiy, oddiy sada, ko'yimchan, samimiy sodiq yo'ldosh. Güzellayga bu gaplarni anglash boyiqi sovg'a salomlarni qabul qilishdi mutas. Lekin u sahibxona chiroyi o'zgarmasligi lozim.
Yana u tarbiya ko'rgan axloqli ayol, shunga ta'na, so'g'uqliq, qo'pollik deganlarni bilmasligi kerak. U nimala bo'lmasin kulimsirab silq gap qilishi, boshqalarning gapi o'rinsiz bo'lsa-mu, beshini irg'itib tasdiqlashi lozim. Bo'libmi raqibning istiqbolliq rahbar ekanligini aytilganda xushal bo'lishi, raqibga hurmat bildirishi, uning o'rni va istiqboldan lazzat olishi lozim. Shu kuni Guzalay shunda qildi. Uning badliga raqib qaytar vaqtida uning qo'llarini uzoq mijib tutdi. Guzalayning ko'zlariga talmirib, "Menga sizning xushalligingizla kupay qilmaydi. Yana deyaladi." Guzalay uning gapini ustuliq bilan bo'lib, karvatda mugdayotgan o'g'liga qarab, "Ali, yiqilib tushma saqam" deb yugurdi va raqibning qo'llaridan qutulib, sezgurlik bilan o'g'lini bag'riga mahkam besib ko'tarib oldi. Mehmonlar ketgandan keyin u eshikni ichidan ilib olib, odati bo'yicha o'g'lini bag'riga bosdi-da, yuzini o'g'lining sho'q o'ynayotgan yurkiga yiqib olib, "Mening qalqinim, ishongan teg'im, jinim o'g'lim, bechora opangni himoya qil. Mening sendan boshqa yo'lanchigim yo'q" deb buqildab yig'ladi. Ali onasining halqasini o'ynab, xiyolchanlik bilan xeli yotdi-da, uning uzun tal kirpiklari asta juplashdi. Buguncha havo sovuq, teraklar vahim bilan shaldirlab oxirgi yo'pirmoqlarni to'kmoqda. Kashkuzning nam, muzdek havosi Ili daryosi tarafdan qish purqini akelgan chig'i Guzalayning berniga titrak o'lashmoqda. Ali, "Menga balam, muzlab ketdik." "Dadam, nimishqa mangmaydi?" "Mang, dada." A'la bilan Guzalay untinsiz qarshi turishmoqda. Tarbiya ko'rgan ayol bugunmi sahibxonaga, u nimishqami mehmonni uyga taklif qilmaydi-kina? Acaba bu mehmon heliqi qo'pol maslar bilan dopshaq mehmonlardanmi qo'rqinchliqmi-kina? Balasining deginini qildigan ayol bugun nimishqa o'g'lining xohishiga pisand qilmaydigan-da, ha? Av kiyimlari nachar, o'riq yigit bu ayolga nima yomonlik qilgan? Uning dangliq artist bo'lolmay, kunlikchi bo'lib qilishiga ashu yigit sababchimi ya? Yoki uning go'zalligi, orzu havasi, hatto qadrdan ota-onasi ashu nachar kiyingan yigitning ovoq qo'llarida bo'g'ilib yo'qolganmi? Qisas o'shmanlikningmi cheki bo'ladi. Yillar tog'u toshlarni upuritib tugatadigan bu ulug' kuch bir ayolning qalbidagi kichkina tugishni yeshayolmadi. Shuncha yeshalmagan bu tugish zodi nima? Qisasmi, nafratmi, adovatmi yoki? Ali dadasining qo'lini tortib charchadi. Na dadasi bir chamdam ilgarilamadi, na opsi yordamga kelmadi. U oxir tipirlab yig'ladi. "Eh bolam, ona yurkingdagi to'ngni ertadigan o'tmi bola, ona qalbini tilib pora qildigan tig'mi bola." Guzalay oxir bolasining nolisiga chidamadi. U kelib bolasini engishib quchoqladi. A'la Guzalayning engishganda o'ziga yaqinlashgan, chochlaridan kelayotgan to'nish yiqimliq puroqdan birdila as-hushini yo'qotdi-da, umu ixtiyorsiz bolaga engishdi. Bir daqiqa ularning tiniqlari aralashdi. Qo'llari bir-biriga tegdi-yu, ular har ikkilisi to'ksimi tutib olgandek silkindi. Lekin har ikkilisi qarshi tarafning holiga diqqat qilmadi. Chunki to'ksimi tutilgan odam jon qayg'usida qoldi-da, yenidagi hamrohini unutdi. "Rahmat, Guzalay, Alini yaxshi tarbiyalabsiz. Mehmon do'stligi sizni do'rabdim." Joyiligi kimlarni do'rab qoldi-kin tang? Ular bir-biriga tikilib qarashmadi. Hol ahvol so'rashmadi. Untinsiz yerni avaylab desib, Guzalayning uyiga qarab minishdi. Uyga A'la avval kirdi. U uyda sahibxona Guzalay emas, Ali bo'ldi. U A'lani o'rindiqqa o'ltirg'izdi. Ishkapdan tatliq turum nonlarni ilib ustalga tizdi. Guzalay tapsidagi 2 kishilik karvatga silingan koni gilamning mo'yini titib, untinsiz o'ltiradi. Lekin uning xiyoli fikri, orzusi nima? Buni albatta hech kim bilmaydi. Shu topda uni 1957-yilning oxirida 1961-yilning oxirigacha bo'lgan 4 yil ichida kecha-kunduz so'zlashish, kulishish va orzu-armon ustida o'rtoqlashishni 4 ko'z bilan kutgan va oxiri bir uyda bo'lib, keyin yana judolashgan odami bilan ko'nglida so'zlashmidi deb kim aytalaydi? Uning qo'llari gilam mo'yini tutayotgani bilan yurkichum. Uning yuraki yoshlik xotiralari bilan to'lgan hayot kitobining betlarini varaqlayotmagandu. Navoda shundoq bo'lsa, ashu qimmatli kitobning qaysi betiga avu ustivishi nachar,
chiroyi so'lg'in yigitning ismi yozilmagan deysizlar. Lekin Güzellay indamadi. Hatto nima qilib yurisiz deb so'rab qo'ymadi. Yigitchu u qarmoqqa bolasi bilan so'zlashayotganday qilgani bilan amalda Güzellay bilan so'zlashmoqda. Siz qachongacha haqoratlik qilsiz? Siz mening oldingizda tiznib o'ltirib, meni kechiring, oldingizda ayblikman deyishimni kutyapsiz. Yo'q, men yolg'on so'zlayolmayman. Men sizga vafosizlik qilmadim. Men sizning qechib Genju yayliqidagi qora butxonaga mukinib olmadim yoki sizni turmushda qiynalganligimiz uchun g'uljiga ketishga da'vat qilmadim. Ota-onangiz chet elga ketgan bo'lsa, nima bo'pti? Sizdeklar ko'p-ku. Ular söygini, balası, xizmat va do'stlari uchun eng muhimi vatanning qonga singan mehri muhabbati uchun ota-onasidan ayrilib o'z yerida qoldi. Ular ashundaq ochi yo'lga kelganda 1 minutmi tangirqab turmasdan ota-onalar bilan xo'shlashgandigu. Odam vatanni muhabbati bilan qadrlik, chunki ular sizdan qurbon berishni, muhim muqaddas narsalardan oda-juda bo'lishni talab qiladi. Oda-juda bo'la olsangiz, qurbon bera olsangiz, siz hayotning insonga qo'yadigan talabining hodisini chiqargan bo'lasiz. Aksincha bo'lganda siz hayotni oldigan, o'zingizni boshqalarni oldigan bo'lasiz. Bu albatta tushunishli-ku. Men bugun sizni ayblash hisobiga o'zimni oqlamoqchi emasman. Yana shundaqla sizga hayot va inson to'g'risida dars o'tmoqchi emasman. Demoqchi bo'lganim oddiyla, fursat g'animat. Tilisingizmi mayli, gap qiling. Apa, nimishqa dadamga say qo'rib bermaysan? Ha, him. U kuni heliqi menga avtobat akelgan semiz odamga say qo'rib mehmon qilding-ku amsa? Ali, Güzellayning lavri ko'kirib yuzi tatardi. U kim? A'la cho'chib so'rdi. Uma Güzellay tunji qitim A'laga tikilib qaradi. U raqib. A'la ixtiyorsiz o'rnidan turib ketdi. U bu yurgimi, yergimi kelib turamdi. Men chillamayman, kelgan odamni kutaman. Lekin u nima bo'pti? U mu odam. Siz uchun balki ulug' odamdi, lekin sizning menga ta'ni gap qilishga haqqingiz yo'q. Siz butunlay yot bir tul ayolning uyida turyapsiz. O'rningizni unutib qolmang, ha? Güzellay titrangu, yig'i aralash ovoz bilan ta'tir qarab turib, shularni dedi-da, oldiga yugurib kelgan o'g'lini bag'riga bosdi. A'la ayolning yurak yorisini aql ko'zi bilan darhol ko'raldi. Raqib uning peyiga tushgan. Men uni himoya qilish, saqlash o'rniga nemishqa uning ta'ni qilaman deb o'yladi A'la. U endi Güzellayning qanday yashayotganligi to'g'risida so'zlashay deb beshini ko'tardi. Shu chaqda Güzellay Alini yetilib talaga mangdi. Ali tartishib tasta mangdi va dadisiga mo'ldirlab qarab, "Mavu avtomatni o'stanga tashlab etaman. Bu eskikan", dedi. Güzellay bo'lsa besh tushgan, yurgi puchlangan holda, "Yur balam, mehmon qo'nidigan o'xshaydi. Bizmi bir yerdan qo'nidigan joy topaylik", dedi. Güzellayning shipildab peshayvon palambidan tushgani, tortqini, Alining g'ingshib dadisiga tartishgani A'laga anglab turdi. Ularning tivishi yo'qolgandan keyinla A'la to'mir tungdan bir cho'mish suv ilib ichdi. Alyumin cho'mish texchili bor ekan. Bu ularning tunji uyining yordamchisi. U yana bir cho'mish suv ichdi-da, cho'mishni so'yib qo'ydi. U oldirab ustalga keldi va Alining daftariga qerindosh bilan muning so'zlarini yozdi. Ali, Botir o'g'lim, muni pulga avtomat setib ol. Apangga yaxshi qara. Apangni avtomat bilan qo'g'da. U hoshir yanchuqiga selib qo'ygan heliqi pulni ustalga qo'ydi-da, sirtqa qarab mangdi. Tala qarang'u, qibladan so'g'uq shamol urvatadi. Qarmu ushqunlab tushmoqda. A'la orqa eshikdan chiqib etib, kayniga burilib qaradi. Uning o'pkisi o'rilib, yuragi ichishdi. Lekin u yig'lash o'rniga lablarini tishlarini g'o'chirlatdi. Güzellay u kechasi uxlay olmadi. U qo'shnisi yolg'iz o'g'li qurilishda ishlaydigan Tul mo'mayning uyida turib A'laning chiqib palambaydan tushganini, orqa eshikning taroqlab yopilganini angladi. A'la ketishi bilan o'g'lini boshlab uyga kirdi. Xatni o'qidi. Bolasiga o'qib berdi. Aliga dadisi to'g'risida, kelgusi to'g'risida uzoq hikoya so'zlab berdi. Adisi bozorga chiqib, dadisi qoldirgan pulning hammasini xarjlab, Aliga kiyim-kechak, o'yinchoq, yeydigan narsalar ilib berishga va'da qildi. O'g'li uxlab qolgandan keyin aynakka qarab uzoq o'tirdi.
Uning peshonasiga, ko'z quyruqlariga inchki siziqlar tushgan. Quloqlarini chumkab turadigan budur chochlari burunqidek yaltiroq, jilvidor emas. Faqat xiyolchan ko'zlari suzuk yuziga sho'li tashlab turadigan uzun kirpiklari bilan go'zallik yaratuvchisining mohir qo'llarida bitgan ajoyib chiroyli burnila uning helimu tortimliq go'zal ayol ekanligini namoyon qilib turibdi. U albatta bu xil tepilg'usiz chiroyi bilan mag'rurlanishga, o'zining bir yigit oldidagi ojiz bechorligini amalning boricha yo'shirishga haqliq. U albatta bu chiroyi va xuluq mijozi bilan mashat, rohat turmush o'tkazishga, o'ziga sharsiz beqingan bir erkak bilan baxtli bo'lishga haqliq. Lekin undaq qilmadi. U g'ulchiga qaytib kelgan kunidan tortib to hozirgacha nurg'un yaxshi maslahat, muvofiq loyiq, hatto uylanmagan yigitlarning o'tliq muhabbatini so'g'uqqonlik bilan rad qilib keldi. Uning boshqalarga beradigan javobi to'liq oddiy. U xafa bo'lmang, men sizni baxtsiz qilishni xohlamayman deydi. Uning bu gapiga boshqalar nurg'un chiroyli so'zlar bilan javob berib, uningga ajoyib go'zal hayot yo'llarini ko'rsatgan taqdirdami, u o'zining boyiqi so'ziga hech qanday izohat bermaydi. U turmushida ko'ngilsizliklar yuz bergandimi, boshqalar uni qorlab gap tarqatgandimi, masalan, go'zallay kechalab erlar bilan o'ltirish qiladi. Go'zallay muncha yigitdan pul ilib hajlaydi ekan. Go'zallay Erkintayni uyida qondiribdi. Erkin o'z eg'izi bilan dedi, degandek gaplarni anglagandimi, chechilmay, tagimay, so'g'uq kulka bilanla bu gaplarni izohatsiz o'tkazib o'tadi. Lekin Nahida heliqi kekash go'zallarga bosqinchilik qilibdi degan gap tarqalib, bu gap tashviqot varaqasiga yozilgandan keyin u bu ig'voni o'lim bilan rad qilmoqchi bo'lgan edi. Biroq bu gapmi besilib qoldi. Go'zallarning yuragida ig'vo to'quvchiga qattiq nafrat, bu ig'voni kengaytib, raqibga do'ngab muqimlashtirish tashviq varaqi yozgan A'loning do'stlariga qattiq norozilik tuguni paydo bo'lib qoldi. U nurg'un ishlarni izohatsiz sukut bilan o'tkazib o'tgandi. Bugun nemishqa A'loni yaxshi kutmagani uchun o'g'liga A'lo to'g'risida qo'llashmaydigan nurg'un gaplarni dedi. Uning kichik bolaga "Dadam bizni shuncha yil tashlabdi. Shuning uchun uningdan xafaman" degani nimasi? Keyin yana bu gapini rad qilib, "Dadam yaxshi, oq ko'ngil, chidamli, ko'yimchan odam" degani nima deb tushuntirgil bo'ladi? Sezgir o'g'il darhalla "Dadam eski bo'lsa, bizni tashlab o'tmaydimi? Dadam bizni tashlamadi. Sen meni ilib qochding" dedi. U bola oldida oq ko'ngillik bilan xatosini iqror qilib, "Ras, Ali, opang yaramas. Dadangning beshiga toza eg'ir kun kelganda, dadangni cho'lga tashlab qo'yib qaytib keldi" degani qanday gap? Bolasiga aytgan bu gapini A'loga aytgan bo'lsa, uning obro'yiga xeyli daxli yetarmidi? Hay inson mijozi g'alati narsa. Nurg'ulg'an yaramliq odamlar mijozdagi nuqsonlari bilan baxtsiz bo'lib qoladi. O'xshashlar nurg'ulg'an yaramsiz odamlar bu mijozdagi aloyidligi bilan baxtli bo'lib, jamiyatda yuz obro'y, o'rin inovatga ega bo'la oladi. Go'zallarga bu gapni A'lo talay qitim aytgan edi. Go'zallar nimishqa o'zini mushu taroziga selib ko'rmadi, ha? U yotdi, lekin uxlay olmadi. Butun kechani chigish xiyollar, javobsiz savollar ko'z yeshi bilan o'tkazdi. U eshikni jaloqlashidan cho'chib qo'ygandi. Ishga boradigan vaqt bo'ldi. Go'zallar tunugunki va'dangizni unutib qoldingizmi? Qor yog'moq tugul, osmondan tosh yog'simi loy to'shig'li borman devedingizku. Bo'ti kiyib chiqing, qor yog'di, tala patqoq, tez bo'ling. U qo'shni mo'mayning o'g'li Go'zallar aldirab kiyindi-da, yuz ko'zini chalib uyib, uxlayotgan o'g'lini so'yib qo'yib, oppoq qor bilan shoxlari egilgan daraxtlar ostida saqlab turgan ishchi bolaga egishib aldirab mangdi. U ish maydoniga kelganda doimli yigitlar ishlarini to'xtatib, uning zilva qomati bilan go'zal chiroyiga osh ko'zlik bilan qarashib, ko'ngil ichishadi. Ular xilma-xil bahonalar bilan uningga gap qiladi, surkiladi, chaqchaqma qilib boqadi. Birlari hatto oshkorla uningga ko'z qoshlarini ishqi selib, muhabbat izhor qiladi. Lekin go'zallar hech kimga tikilib qaramay, ishiga aloqasiz gapdan biror eg'iznimi qilmaydi. Ortiqcha xushxo'ylik, ochiq ko'ngillik bundaq joyda o'ziga qanchalik ko'ngilsizlik keltirganligini u biladi. U tunugun ishdan tushish oldida chiroyli qo'pol, o'zimchil ishbishi yigitning
Ayolim sizni bir ko'rsam deydi, bugun bizninkiga mehmonga bora olamsiz degan talabiga miyqidi kulib, keyincha deb qo'yib ish beshi bir tilla shodlanib, ketar vaqtida velosipedining keyniga o'ltirishni taklif qildi. Yo'q, piyoda mangman, dedi Go'zalay, heliqi yigit pichirlab. Bugun birli qitim birli kino ko'ring. Kunligingizga tomchilar qatorida 5 so'mdan haq berman dedi. Go'zalay xo'rlandi. Oxiri ish beshini silkivatdi. Demak, u yerda miyqida kulib qo'yishmi uning uchun ko'ngillik emas. Mana bugunmi shundoq bo'ldi. U ish maydoniga yetib kelishi bilan michildab eriyotgan qorda ish xo'shyoqmay o'tirishgan yigitlar uningga yepilishdi. Qorliq deb qor atdi yurakliklik birsi. Qorda qorliq tashladik, yomg'irda yog'liq tashladik, ko'nglimiz tortqashqa sizga bu o'yinni boshladik. Baqi ko'rdik jup bilan, mo'zayni baqdik cho'p bilan, o'yni bilan biz bilan, ko'ngil achayli siz bilan. Bir panoq yigit shalon qoshlarini o'ynatib, do'lisini medirlatib Go'zalayga beydi tutdi. Boshqalar kulishdi, lekin Go'zalay bugun qapoq ochmadi. U texila oqshomdan beri davom qilayotgan xiyoldan segimigan. Uning xiyoli o'z uyidan qor yig'iyotgan judulliq kechida chiqib ketgan a'loda edi. U a'loga lanjoda qilgan rahimsizligini takrorlashni xohlamaydi. Chunki a'lo hozir yolg'iz Go'zalay uchun emas, muhimi suyimlik o'g'li Ali uchun uning bo'yin qismasligi shodlik uchun to'limi lozim edi. Mana mushularni o'ylasala, Go'zalayning yig'lg'usi kimlarga nola qilg'usi keladi. Siz bugun o'g'ziga lay ochiqing, dedi ishbeshi qo'pollik bilan. Nemishqa bo'ti kiyib kelmadingiz? Bu yerga to'play bilan tansi o'ynag'ili kelmadingiz? Go'zalay uningga lab qilib qarab qo'ydi-da, gap qilmayla ikki lay chiliki bilan apkashni qo'liga oldi. Kerim, bu nima qilganing? Go'zalay menga lay ilib beryapti-ku, dedi Go'zalayning qo'shnisi xafa bo'lib. Sen ishingni qil, dedi ishbeshi qo'lini silkib. Sana sanavar lay ilib berdi. Go'zalay allaqachon lay o'rkining qishig'iga yetib borgan edi. Lay silib beryotgan yigit uzun qunchalik rezinka o'tik bilan lay ichida chatirqini kerib, havoda katminni o'ynatib, samonliq layga chopdi-da, Go'zalayning chilaklarga layni to'ldirib soldi. Go'zalayning qo'shnisi bu yerga yugurib keldi. Go'zalay apkashning mursiga silib, tizlarini pukib, chilaklarni ko'tardi. Apkash g'ichirladi. Ayolning putlari dirildadi. Bellari to'lgandi. U dugdugini chinqilib turib apkashni tampon qilib oldi-da, yangi oyga chiqqan boladek tamtilab mangdi. Tashlang, apkashni tashlang. Go'zalayning qo'shnisi asabiylik bilan vaqirdi, lekin Go'zalay tashlamadi. U ling'ildab turadigan yanto shotining birini baldiqini dasidi. Tamponliq buzildi. U to'xtab olib sol putini ikkinchi baldaqqa, o'ng putini uchinchi baldaqqa bosdi. U johillik bilan shotining bel o'tirsa keldi. Qurilishda ishlayotgan 30-40 odam ishdan to'xtagan. Hamma ko'zlar uningga hammala odamlar vaqirashmoqda edi. Mushumi ishmi? Yugur, azim, yiqilgan bo'ldi. Tashlang, hey qiz. Est, mushumi o'g'il bolachilikmi? Kerim, ishtikansan u. Go'zalay yerdan 2 metrda ko'tarildi. U g'iltang michildab turgan taqtay beldamlarni noyati taslikda dasaydi. Uning butun badani chiliq-chiliq terlab, putlarda jon qolmadi. Uning qo'shnisi shotadan ushqandek yugurib chiqmoqda. Shota qattiq silkinmoqda edi. Qo'shnisi yetib kelishi bilan Go'zalayning ko'zi qorong'ulashdi-da, shotadan yerga qarab ushdi. Odamlar shota yiniga yugurishdi. Ishchi ayollar uni yo'ladi. U nam yerga qattiq tushmagan, lekin bir chilak lay uning ustiga to'kilgan. Umrida bundoq uchib ko'migan ayol qattiq qo'rqib ketgan. Uning chiroyi tamdek tatirib, ko'zlari yumilgan. U behush holda bir yashangan ayolning tizig'i beshini qo'yib, sunaynib yotadi. Yigitlar hash-pash tugicha bir zambilga paxal silib, nosilka tayyorlashdi. Go'zalayning go'zalligini to'liq ko'rolmaganlar endi to'sqinsiz ko'raverishdi. Oppoq mag'ziga to'kilib turgan kirpiklari, hem yumilgan omoq lablari, ajoyib go'zal burun, yuz quloqlari, sutga chilab olgandek bilinadigan bo'yni, osh ko'z yigitlarning ko'zlaridan neyir qolmadi. Inson bolasi shundoq chiroyli bo'ldi ekan. Parizod, yana bir tam qarab olaylar. Ayollar ko'tirib zambilga selinglar. O'ngda yotsin, qo'llari sanglab qoldi.
Zambilni 4 ayol ko'targan. Güzalayning qo'shnisi bilan ish beshi ularga ergashgan holda Güzalayni ilib ko'chaga chiqishdi. Ular do'qmishdan qayrilganda bir Beijing markalik jip ularni urib atkil tasli qildi. Mashina o'tib ketib to'xtadi. Mashinadan harbiycha kiyingan semiz bir tushdi. To'xtanglar, dedi u qutuldiruvchilarning keynidan yugurib. U qutuluvchilarga yetib oldi-da, tatirib yotgan ayolning ustiga tashlandigandek aloqsadi bo'ldi. Güzelay, voy o'lay, bu nima pishgal? Qutuldiruvchilar uning yapma qapoqlari ostidagi ko'zlaridan yosh agi ekanligini ko'rdi. To'xtanglar, Güzelayni mashinaga solaylik. Qutuldiruvchilar bu tuyuqsiz uchragan rahbar siyaqidagi odamga qarshilik qilishmadi. Güzelay 3 kishilik o'ringa yotqizildi. Uning beshini bayqi g'amxo'rchi o'z sizi qo'ydi. Qo'llarini tutib tiniqini tekshirdi. Mashina qutuldiruvchilar bilan xo'shlashganda Güzelayning qo'shnisi sho'pirning yeniga chiqib oldi. Sen bu qizning nemisi ukam? Qo'shnisi. Bo'ldi, sen bo'lmasang bo'laverdi. Ishingdan qolmagan yana. Yo'q, men bilib olmasam bo'lmaydi. Siz o'zingiz bu qizning nemisi? Bilmamsana, qo'shnisi bo'lgandikin bilishing lozim edi. Men u qizning egisi. Men bu qizni toza bilaman. Bu qizning bu shaharda eng yaqin odami biz. To'g'ri, yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni yaqin bo'ladi. Qo'lingizni qizning yuziga tekkizmang. Nomahram deganni bilmamsiz-a? Nimanda qo'pollik qilsan, men bu qizning haqiqiy egisi bilamamsan? Men yaqinda Alining dadasi bo'lman. Nima? Sizdek shirin tush ko'rayotganlar ko'rmang. Bu qizning egisi bor. Nima? Sen nereden bilasan? Yaqin bo'lgandikin bilimizda. Ular jimib qilishdi. Mashina semot yo'l bilan bir xil silkinib ketib bormoqda. Aytqina bu qizning uyiga urug' juni pas bir sahroliq pat-pat kelib turamdi. Kelsa keldigandi, buning sizga nima aloqasi? Nimancha qo'pol nemisan? U yaqinda keldimi? Men siz uchun payloqchilik qildiganlardan emas, mendan to'liq savol so'rab bermang aka. Toza tombalga ekansina, mashinadan tushib ketsan qandaq? To'xta shopir. Men tushib ketaman. Şoför to'xtadi. Heliqi yigit şoförni ishqa buyurdi. Yugur, berib av kesak harvasini akelgin. Belli piyoda mangmaydi ekansan-da. Güzelayni elib ketaman. Nega? Uyga, doktorga. Men uning egisi. Shu chaqda Güzelay mashina ishkidan kirgan so'q shamoldan sagib ko'zini ochdi va darhol heliqi odamning yonpishidan beshini ko'tardi va lavlarini midirlatib, "Raqibga men nima bo'ldim? Azimat, siz borkansiz" dedi. Qor to'xtagandan keyingi suzak osmon ajoyib go'zal. Qor go'yo osmonni tozalab, dardisiz ko'ngilga o'xshatib qo'ygan. Oppoq bulutlar dilmuk teg'i cho'qqilaridan ko'shgan qor parchalaridek bilinadi. Tiniq osmon sayram suydek jimjit. Ko'pkik terak shoxlaridan tomchib tushayotgan qor suyi tiziqdan ajrab tushayotgan marvoyatlardek yaltiraydi. Hayat insonga tezli unutilib ketadigan g'am qayg'u bilan birga mangu hamroh bo'lalaydigan go'zal narsalarni baxsh etgan. Bu narsalar ovu suzuk osmondek, qorlar ko'zni chaqnatadigan tog'lardek, mangu qiyirmaydigan go'zal tabiatdek, doim sana hamroh. Gap sening bu go'zalligini to'niy olishingda. Qalbi pok odamlarla hayotdan cheksiz lazzat olalaydi. Hayotmi ularga kulib qaraydi. Tabiatmi chiroy ochadi. Osmon uni pablaydi. Hamma go'zallik uningga yiqilishidi. Bizning Alanur ana shunda qalbi toza, fikri ochiq, zehni o'tkir qiz. U o'z qalb sarguzashti bilan mashinadagi 3 odamni ko'rdi. U Güzelayni heliqi ikki erning orasidan ilib chiqib, velosipedning keyniga o'ltirg'izib, doktorga bordi. Ko'cha aylantirdi, hatto seriq g'azonlar bilan qoplangan mutallib bog'chisiga bordi. Güzelay bu tuyuqsiz uchirgan qizga chin qalbidan rahmat aytdi. U qiz bo'lmagan bo'lsa, raqib bilan qo'shnisi Güzelayni talishib, nimalarni deyisharkan tang. Alanur Güzelayga kashkuzda saqlangan tabiat go'zalliklari to'g'risida, masalan, suzuk osmondagi oqish bulutlardan yasalgan har xil suratlar, kashkuzda puraklagan attirgul, shildir-shildir suzuk suv to'g'risida ajoyib zo'q, hissiyat bilan xuddi she'r o'qigandek hayajonlanib so'zlab berdiki, Güzelay bugun o'zini to'liq xo'shal, ko'ngilli his qildi. U atganki va oqshomgi ko'ngilsizliklarni butunlay unutib, mushu shaharda mushundaq do'stlar bilan birga yashayotgani uchun o'zini baxtli hisobladi.
Ular uyga qorong'u tushganda qaytib keldi. Qo'l-qo'lcha tamoq etib yeyishdi va tuttarchilishib, qaqoqlab kulishib yerim kechagacha yotmadi. "Men endi seni sen deyman", dedi Alanur. Karvatda ballardek eg'indab yetib, "Senmi meni sen degin. Men sen deyishga o'ginolmagudakman", dedi Go'zalay pixildab kulib. "Nemishqa? Ismim A'la bo'lganlik uchunmi?" "Qelin", dedi Go'zalay duduqlab, "Helimi qiz bo'lg'ini? Qiz bo'lganim uchun yigitlarning gapini qilaman. Bu bir qonuniyat. Eski qonuniyat. Eski yolg'onchi. Mendan hech narsani yoshira olmaysan. Sen bugun nemishqa xo'shal? Meni bilmaydi demsana. Men sana A'la to'g'risida hikoya so'zlab berganim uchun xo'shalsan. Yolg'on nada so'zladiki?" "Yolg'on. Bugun so'zlaganlarimning to'lisi A'ladan anglagan gaplar. Bu gaplarni senmi nurg'un anglagan, rostmi?" Go'zalay javob bermadi. U o'g'liga yuzini yiqib, jim yetib oldi. Alanur do'stining nimaga xafa bo'lganligini bilolmadi. Kundashligi tutgan bo'lsa, buning kori chaqliq, lekin A'la to'g'risidagi gaplardan rostla bezar bo'lsa-chu. Alanur shuni o'yladi-da, Go'zalayni do'mbisidan quchoqladi. "Aytqina Go'zal, A'lani har kuni o'ylamsan?" "Yo'q. Yaxshi ko'rsan, lekin o'ylamaysan. Bu gaping yolg'on." "Rost. Undaq bo'lsa, 1962-yili nemishqa qonunliq pasporting bilan chet elga ketmading? Pasportingni hukumatga topshirib berib, ota-onangning talabini rad qilganingni nima deb tushundirsan? Sen kim uchun bu shaharda yuriyotsan? Kimni kutib turmushqa chiqmayotsan?" Go'zalay javob berish o'rniga buqildab yig'ladi. Alanurmu birdilla mayuslandi. U yuqorqi savollar bilan do'stidan o'zi kutgan gumonlarning tugichini yeyishga yo'l izlagan edi. Lekin u kutganiga erisholmadi. Chunki Go'zalayning javob o'rniga oqqan ko'z yoshi uning bir haqiqatni tushuntirib berdi. "Sen Alanur bo'lsangmi, uning qalbidagi Alanurning o'rnini bosolmaysan. Xuddi shuningga o'xshashla, sen har qancha yosh, go'zal va yiqimliq bo'lsangmi, bu hayot teatrida Go'zalayning rolini ilib chiqolmaysan." U mayslandi, u yig'ladi. Qizlarning bir kunlik xo'shalligi, kulgilari, ko'z yoshi, ko'ngil og'riqiga almashdi. Lekin qizlar atdiganlikka yana kulsizlar, chunki atiki kun yangi. U o'z yangiliklari bilan sizlarning ko'z yoshinglarni quritib, sizlarni g'idiqlab kuldiralaydi. Uxlanglar, yaxshi tush ko'ringlar. Atdiganlikka sizlarni yangi quyosh kutib oladi.